Xush kelibsizlar azizlar. Bugun ayoli ulug'langan yurt O'zbekistonda yashayapmiz. Biz mana shunday yurtda yashayotganimizdan juda ham xursandmiz, baxtlimiz. Ayoli e'zozlangan yurtda yashayotganligimiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barchalaringga, oilalaringga tinchlik, totuvlik tilab qolaman. Hurmatli onajonlar, siz u biz u bormizki, bizda oilamiz tinch, farzandlarimiz xursand. Ona rozi bo'lgan joyda, ayol rozi bo'lgan joyda, demak, farovonlikka erishiladigan maqsadlar bor. Assalomu alaykum. Beg'ot tumanida hozir 4 sektor xotin-qizlar faollari ayol qadriyatlarimiz davomchisi ko'rik tanlovi bo'lib o'tmoqda. Bu tadbirni o'tkazishimizdan maqsad yoshlar ongiga milliylikni singdirishdir. O'ngidan yoqsin, yaxshi uxlab, shirin tushlar ko'rsin. Onasi allasini aytsin.